Hozir mana chiqyapman. Tez chig'ay, kutib o'tiribman qancha paytdan beri. Jo'xa aka, sizmisiz? Men bo'lmay katta xolang bo'larmidi? Nima eshitni ochmaysan vaqtida? Sizga endi eshikni ochmayman. Siz endi uyga kirmaysiz. Ko'chada yashaysizmi, boshqa joyda yashaysizmi, o'zingiz bilasiz. Kirmaysiz uyga. Nimaga kirmas ekanman o'zimni uyimga? Nimaga kirmasligingiz sababini ertaga kelsangiz aytaman. Bugun kirmaysiz. Bo'pti, sog' bo'ling. Nagli o'zimni uyimdan o'zimni haydavryaptimi? Bo'pti, erta kelish kerak bo'lsa ertaga kelaman, lekin bugun nima qilaman? Mayli, biror joyda yashab qolarman, ketdim. Juda ham yomon bo'ldi-ku. Jo'xani xotini qaydavordi. Sizlarni ham xotiningiz qaydamasligini xohlasangiz aytganini qilinglar. Hozir esa Jo'xan nima qilishini bilmoqchimisiz? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Yo'q, endi nima qilaman? Endi ko'chada qolib ketamanmi? Bo'lishi mumkin emas. Nima uchun meni xotinim ko'chaga haydaydi? Tushunmadim. Derazani nimaga yopib olgan? Cho'tam nimanidir rejalashtiryapti. Agar nimadir aybish qilayotgan bo'lsa, mendan ko'radi, lekin bu yer ham yopiq, yotoqxona ochiq bo'lsa kerak, bu yer ham yopiq. Yotoqxonani hattoki taxta bilan yopib tashagan. Yo'q. Nimadir neto o'ylab ko'rish kerak, aniqlash kerak albatta. Aytgancha yana bitta deraza bordi. Polizimizda ichida bitta deraza bordi. Qochib turish yetil yaramas. Bu yerda tiqilma, tushundingmi? Bu yerdagi derazalarni ham yopib olgan. Bu aniq nimadir rejalashtirgan. Hozir men nima qilaman? O'sha kech tushga yaqin bo'lib turibdi. Kimnidir uyida tunab qolishim kerak-ku bu kecha. Qaysi yetelnikka tunab qolsam ekan, qaysi uydan joy berar ekan. Mayli, hozir mana shu yetel, mana bu yeteldan so'raymiz. Voy yetel, qalaysan? Assalomu alaykum. Zat. Nima edi? Kim edi? Ismingiz? Qanaqa zat? Tinday Jo'xaman u. Ha, Jo'xa edi. Men sizni Zayniddin deb o'ylabman. Voy, galaymisan, qayerdan Zayniddin? Zayniddinga o'xshayman. Shu ikkalamiz ham shu Zayniddin ismida vahshiy tutilyapmiz, boru. O'zi tushunarli ismda u. Ha, tushunarli. Nima gap? Xullas, meni xotinim ko'chaga haydavordi. O'shanga uxlashga joy kerak edi. Uyingda bir kecha uxlab tursam bo'ladimi? Ha, mayli, lekin men uyimda yashash tekin emas. Nima deganing bu? Men uyimda yashasangiz deyapman, nima deyapman? Shu tursoqqa bor, asablarimni buzib tashladi, bor gapirishim o'shani gapirishga o'xshab qolyapti. Bilaman, o'zi hammani asabini buzib yuradi u. Xullas, men uyimda yashasangiz, meni aytganlarimni qilishingiz kerak. Qanaqa aytganlaring? Xullas, bir ikkita ishlar bor, o'shalar qilishim kerak edi, endi po'shilasiz qilasiz va evaziga bir kun yashaysiz. Qanaqa ish ekan? Ishingni ayt tezroq. Xullas, uyimni orqasiga qarasangiz, yangi poliz qurib boshlaganman. Hozir qarab kelaydi, hali ko'rganim yo'q-ku. Tushunarli. Yaxshi qurib boshlabsan. O'shanga nima qilish kerak? O'sha polizni to'liq qurish kerak, narsa ekish kerak ichiga. Lekin menda urug'lar yo'q. Urug' topish problema emas. O'zimni polizimni olib kelaman. Mayli, unda bir kecha yashasam bo'ldi uyingda. Bo'ldi, unda men hattoki yashamay, o'zingiz yashaysiz o'sha bir kun. Nimaga sen yashamaysan? Men o'zi dam olishga ketmoqchi edim, uyimga kimnidir qo'yib. Kirisa, bo'pti, hozir. Aytgancha, senda instrumentlar bormi? Meni xotinim uyimga kiritmaydi. Qanday olib chiqaman instrumentlarni? Ha, bor. Ichkari kirsangiz kiyim shkafida solingan turibdi. Vashshi gapirishdi bor, yo'rvorar ekan, lekin gapirgan gapini 4 tasidan 5 tasi xato ketyapti. Boru, mayli. Kiyim soladigan shkaf topdim, ichida hamma narsa bor ekan, rostdan hammasini olamiz va buni asosiy inventarga tashlab yuborsam, chotga. Bitta kravt bor ekan. Aytdi-yu, o'zi ketaman deb. Agar ketmaganda men divanda uxlardimmi bilmayman. Farqi qayerda bo'lsa, televizor bor ekan, kechasi televizor ko'rib o'tirsam bo'ladi. Muhimi zerikib qolmayman. Yaxshi, endi esa o'sha polizini qurib boshlayman. Polizingni qurib boshlayapman. Mayli, tezroq quring unda. Mayli. Bu uyimdan xotinim haydab yuborgani yomon bo'ldi, lekin nima uchun haydaganiga vaqti hayron qolyapman. Nima uchun haydadikina? Bo'pti, ko'ramiz. Hozir mana shu ishlarni qilib olay, bir kecha kunimni shu yerda o'tkazib, ertaga boraman mayli. Bugun kirmaysiz dedi. Nimaga bugun kirmayman dedim. Sababini ayt desam, sababini keyin bilib olasiz dedi. Qachon bilib olaman keyin? Bilmadim, aniqini aytmadi. Hayronman. Nimaga shunday ayollar hamma narsani sir saqlaydi? Yetarlicha ekan o'zi ham kakras bor. Bo'pti, ana endi borib bu yerdan poliz ekinlarimni yig'ishtirib olib kelishim kerak. Poliz ekinlardan urug'larni olib ekib beraman. Qochib turay, yetel. Nima sen meni kelib turib egallab olyapsan polizimni? Yo'qol uzoqda o'ynash. Qarab tursam nima qilibdi? Yemayman-ku. Yeysan. Yemasang bu yerda nima qilyapsan? Quruq qarab to'ymaysan-ku. Ozgina yemoqchi edim ham. Bo'pti, bor yo'qol, qarama. Endi bir ikkita sabzi olamiz bu yerdan. Bilmayman nechta olsam, mana shuncha mamcha yetsa kerak. Ko'p borishimni kerak. O'zi kichkinagina polizcha ekan. Bu yoqdan bir ikkita bug'doy olamiz. Nechta olsam bo'ladi? 4 ta olsam, menimcha bo'lib qoladi. Shuncha borsam, ko'vashchi bo'ladi. Ikkamiz bu yoqqa 6 tasi ketsa 7 ta qolyaptimi?
5 ta qolyapti ekan. Kartoshka olamiz endi mana bu yoqdan. Kartoshka nechta olsam bo'ladi? Kartoshka ham mana shuncha olsam, menimcha yetsa kerak. 13 tadan hozir qaytarib nechtasidir ekaman. 8 ta qoladi. Bemalol yetadi akalar, ortib ham qo'ysa kerak. Deraza ham ochilmaydigan deraza qo'yilgan bor. Ochilganda ichkarini ko'rsam bo'lardi, nima bo'layotganini. Obbo, xotinim yomon asabimni buzdi, lekin bor. Xotinam erini aytganini qilmaydi-ma? Erini ko'chaga haydab yuboradimi? Ha, bo'pti. Endi pijoni yozilgan shu-da, qarochi akalar. Xo'p, mayli. Mana bu polizni shuni taxlab berayin tezroq, keyin bir kecha uxlayman Jetelda uyida. Ertalab turib borib xalqib kelaman, o'sha ko'chada yashamaslikda. Uyda yashayman endi. Xo'p, ekamiz endi bu yerga qaytarib narsalarni, bu yoqqa sabzi ekamiz bir qator. Obbo, kammi deyman-da olib kelgan narsalarim. Cho'tam katta ekan buni polizi ham. Kichkina deb o'ylabman. Ha, rostdan ham kattagina poliz ekan. Mayli, hozir yana qayerdandir borib yana polizimdan olib kelamanmi? Obbo, olib kelish kerak, iloj yo'q. Kam olib kelib qo'yibman-da, bilmabman bunaqa katta polizligini. Bo'pti, endi qaytarib olib kelamiz, yana qo'shib turay Jetel, yo'lda ustida turma. Xo'p, o'zi ikkitagina bug'doy bor ekan, ikkalasini olib ketaman. 3 ta qolyaptimi? 3 ta qolyapti ekan. Kartoshka olamiz bu yoqdan endi. Xo'p, kartoshkalarni qaytarib ekib chiqqanman va nechta qoldi qo'limda? 15 ta. Oho, ko'p bo'ladi, yetadi, bemalol yetib ortib ham qoladi. Senga bitta narsa, men kartoshka yeging kelayotganimda endi ko'chaga sur, tushundingmi? Bu yoqqa olmadi-ku. Cho'tam sen sabzi yeging kelyaptimi deyman-da. Mayli, o'zing bilasan, lekin sabzi bermayman senga. Asta chiqamiz. Bu yoqqa bug'doy qaraylar. Mana bu yerga bug'doy ekib kelganman. Qaysi bug'doy oxiri? Bu bug'doy, bu ham bug'doy, bu ham bug'doy bo'lsa kerak. Endi bu bug'doylarni bu yoqqa ekib chiqamiz. Bitta tortib qoldi. Bittasini qayerga eksak bo'ladi? Kartoshka ham ekan, bug'doy ekan. Buchi, sabzi, buchi, bu ham sabzi ekan. Mayli, sabzini bu yoqqa ekamiz. Cho'tam bitta sabzi ortib qolyapti qandaydir. Mayli, unda bu yoqqa ekamiz. Bu yoqqa kartoshka ekib boramiz. Har xil qilib, g'alati qilib ekib tashladim, lekin. Voy Jetel, qalay qilibman, bo'ladimi? Ha, chotga. Uyimda yashasang gajak kirib bemalol xohlaganingcha. Bo'pti, rahmat senga. Men ertaga kelaman, ketdim, dam olishga ketaman hozir. Mayli. Xo'sh, hozir kirib mazza qilib uxlaverishim kerak. O'zi quyosh ham botdi shekilli. Yomon uyqum keldi. O'zi kecha ham uyda emasdim, janob men qanaqadir ishini qilib yurgandim. Keyin kelsam, o'sha uyga kiritmayapti-da, obunachilar. Bo'pti, hozir qarochi bir amallab yotib olsam, ertalab bo'lib ketibdi-ku, men bo'lsa uxlab yotibman, bor-u, yomon uyquchi bo'lib ketyapman kundan kunga. Bo'ldi, endi uyimga borishim kerak. Ye, sen keldingmi? Voy, to'xtat, menga qara, voy. Ye, tushunmadim. Ha, bunisi ekan, mana bunisi ekan. Bular bir-biriga vahshiy o'xshaydi. Voy, sen keldingmi? Men emas, mana ustalbadagi. Sen nima ustalbaga chiqib olding? Ishing bo'lmasin, men chiqib olaveraman. Ha, tushunali. Sen qachon kelding? O'sha kechasi borib kelding dam olishga. Ha, bir kecha dam olishga ketgandim. Tushunali. Mayli, unda men ketdim. Mayli, yotib turdingmi? Yotib turaman-da kechasi bo'lgandan keyin. Ha, mayli, arzimaydi. Rahmat aytish esimdan chiqibdi. Bo'pti, sog' bo'l. Ana endi uyga borsam xotin kiritsa kerak. Agar kiritmasa boru, keyin janob merga aytaman, politsiyachiga aytaman ki ajratdinglar deymiz. Biz ajrashamiz deymiz. O'zi yangilik bo'lmayapti va hamma boshimda ortib yotibdi. Keyin nimadir bo'lar qarochi. Tushunmadim. Nimaga hech kim yo'q deyapman. Tushunarsiz. Mayli. Cho'tam eshikni ochgisi kelmayapti shekilli. Bo'pti, o'zim kirib boraman. Ochiq ekan u eshik. Ha, yaxshi ekan eshik ochiq bo'lgani. Bu yerda yo'q hech narsa va hech kim nimaga yopib qo'yibdi, hayronman. Mayli, bahonadan shu yerlarni ochib ketaman. Bu yerda ham hattoki yopib qo'yibdi. Tak, bu yerda ham yopgan, hamma yo'q yopilgan turibdi. Nima uchun yopgan ekan? Ha, bo'pti. Ye, xotin, nima qilib o'tiribsan? Nima bunaqa hamma yoqni yopib tashlading? Nima meni kirgizmading? Xullas, sizni uyga kiritmaganim sababi sizga surpriz tayyorlayotgandim. Ya'ni, sizni tug'ilgan kuningizga sovg'a olib qo'ygandim. Agar o'zingiz ko'rsangiz, keyin uni surprizli qolmasdi. Tushunarli. Sen hali meni xursand qilish uchun shuncha narsani qildingmi? Ha-da, shu uchun sizni bir kecha ko'chada qoldirishga majbur bo'ldim. Tushunarli. Mana bu yashikni ochib ko'ring, ichida sizga sovg'a bor. Shu yashikni hozir ochib ko'raman. Stop. Mashinami BMW M4? Sizga yoqadiganidan oldim.
Yo, rahmat xotin, malladdes. Bori tug'ilgan kunimda esimdan, yo qanaqa esimdan, esingdan chiqazmagan ekansan. Senga kattakon rahmat. Bo'ldi. Sen shu yerda tur, men bu mashinani sinab kelishim kerak, xo'pmi? Keyin esa sen bilan gaplashamiz, bo'pti. Wow, dahshat xotinim, men tug'ilgan kunim bo'lgani uchun ham meni uyga kiritmagan, sovg'a tayyorlagan ekan. Men bo'lsa nimaga kiritmadi ekan bu deb hayron qolib o'tiribman. Mayli, endi bu mashinani haydab ko'rish kerak. Qanaqa mashina ekan? Shu BMW M4. Yo, umrimda BMW M4 minib ko'rmaganman. Menimcha, yo minib ko'rganmikanman, bilmadim, esimda yo'q. Lekin bu вообще yorvarishim mashina ekan. Salonni qaranglar. Shu dahshat. Janob Merdiyoniy bor bir maqtanib keldi. Janob Merdi xotini ham shunaqa mashina olib bersa, keyin menga maqtanadi-da u ham. O'shaning uchun birinchi bu men maqtangim kelyapti. Janob Mer birinchi maqtanmasin. Xo'p, birinchi asta-asta avaylab haydash kerak, chunki endi bu yangi mashina-da. Yangi mashinani sirraz bir nima qilib qo'ysam, keyin u bo'lmaydigan gap bo'ladi. Asta haydash kerak, asta. Okey, mana normali buramiz va endi bu yoqqa buramiz cho'tki. Bu urug' haydashni yo'rvoryapman, lekin kundan kunga oldin buni hayda olmasdim. Endi shuna haydaydigan bo'lib qopman. O, janob Mer, qarab turishini qaranglar. O, ana janob Mer menga qarab turibdi. Janob Mer, qalaysiz? Buni signali qanday chalinardi? Bilmadim, signal chalishga tushunmayapman, to'g'risini aytsam akalar. Bo'pti, mayli. Ana endi buni yopib qo'ya qolaylik. Signal chalishini tushunganimda, lekin zo'r bo'lardi. G'alati ekan, borib bitta tugmani bossa, oynani yaqin qilib ko'rsatar ekan. Dahshat ekan, lekin menga juda ham yoqdi. Endi bu avtomatda, ya'ni nima desam, elektronik ekan bu mashina yoki benzin bilanmi? Bu benzin bilan yurar ekan. Ha, mayli, zato bunaqa mashina hech kimda yo'q. Qanaqa mashina? Nima menga maqtanyapsan? Va assalomu alaykum janob Mer, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Ha, zo'r. Va alaykum assalom. Endi mashinani maqtanishga keldingmi? Maqtanaman, o'zingiz ham o'tgan safar sizdanmi mashina olganingizda maqtangandingiz. Ha, men o'zim olgandim. Sen o'zing olishga puling yo'qdir. Qayerdan olding? Menimi xotinim sovg'a qildi, bugun tug'ilgan kunim ekan. Ha, tug'ilgan kuning 14-noyabr emasmidi? Bugun 14-noyabr emasmi? Yo'q, 14-noyabr emas. Qanaqasiga senga bugun tug'ilgan kuniga sovg'a qildi? Tushunmadim. Nima uchun sovg'a qildi bo'lmasa? Borib so'rab ko'r, balki boshqa narsa uchundir. Tug'ilgan kuningiz uchun dedi-yu. Unda tug'ilgan kuningni unutib qo'ygandir. Bo'pti, hozir unda so'rab kelaman. Qanaqasiga tug'ilgan kuningiz uchun deb turib, yana tug'ilgan kuningiz uchun men tug'ilgan kunim aytgancha 14-noyabrda-yu, nima esimdan chiqib ketdi? Balki o'zini tug'ilgan kunidir. Yo'q, o'zini tug'ilgan kuni emas. O'zini tug'ilgan kuni oktyabr oyida. Mayli, hozir so'raymiz, to'xtanglar. Xo'p, asta haydab boramiz. So'rashim kerak, axir aniqlamasam men tug'ilgan kunim voy dabdala qildim hamma yoqda. Mayli, hozir shu yerda turib tursin. Bo'ldi, normali. Bu yoqda yopib qo'yamiz eshikni, va suv tushib ketmasa bo'lgan. Datchik yonib qoldi. Obbo, kimda uyi bo'lsa ham rasvosini chiqazib yubordim, bor. Hop, mayli, hozir to'g'rilab yuboraman, xafa bo'lmasa bo'ldi egasi. Bitta bu yerga, bitta bu yerga. O'zi yo'l ustiga qurib qo'ygan ekanda uyda ham. Ko'chani ustiga qurmasdan nariroqqa qurib qo'yish kerak uyda. Xo'sh, hozir so'rayman xotindan. Xotin, uydamisan? Xotin deyapman. Xotin. Aytgancha men tug'ilgan kunim bugun emas ekan. Sen nimaga bugun men tug'ilgan kunim uchun sovg'a qilding? To'g'risini aytsam, o'zi ana bo'michga sizlarcha azzi qilmasdan non olib borganim uchun kechirim so'rash uchun olgandim buni. Unda nima uchun tug'ilgan kuningiz uchun deding? O'sha voqeani eslatgim kelmadi. Ha, tushunarli. Ha, mayli, ketdim, o ko'chada qoldirib kelgandim mashinani. Olib kelayin bu yoqqa garajga solib qo'ymasam bo'lmaydi. Ko'chada kimdir ko'rsa, dabdala bo'lib ketmasin yana.